dollar atrofida bo'lsa, uzoqroq masofada to'xtab turgan mashina raqamini ko'rib bera oladigan bo'ladi. 25 dollar atrofida chiqadi narxi. 6 oy kafolati bor, yomg'ir qorga chidamli bo'ladi. Ko'pchilik mijozlarimiz so'rayotgan uyga yoki ishxonaga qo'yishga bu sizlarga foydali ma'lumot bo'ladigan nuqtalar. Assalomu alaykum. Men bor uzr. YouTube'da obzorlarimiz anchadan beri to'xtab qoldi. Ko'pchilik mijozlarimiz so'rayotgan uyga yoki ishxonaga qo'yishga budjetli kamera brendini bizdan so'rashayotgan edi. Shuni inobatga olib, bu galgi obzorimizda Neocam brendi haqida to'liq tushuntirib beramiz va modellari, narxlari, afzalliklari, plus-minus tomonlarini ushbu videodan ko'rishingiz mumkin. Neocam brendi 2025-yildan boshlab sotuvi boshlandi. Hozirgi kunda 4 va 8 megapikselli variantlar bor. Hozir umumiy ma'lumotlar berib o'taman. Neocam brendi mahsulotlariga yetkazib beruvchi 6 oy kafolat beradi. Xo'p, ko'rishimiz mumkin. Bizda Enver bu 16 talik bo'ladi. Ya'ni buning ichiga 16 gacha kamera o'rnatsak bo'ladi, 8 megapikselgacha ham qo'llab-quvvatlaydi. Hozir birma-bir kamera va modellarni sizlar bilan ochib ko'rsatib, afzalliklari haqida gaplashamiz. Neocam brendida o'zi 10 dan ortiq modellari bor. Kamerasini Wi-Fi li, sim kartali, quyosh panelli, tashqi, ichki 4 megapikselli, 8 megapikselli modellar bor. Hozir birma-bir boshlaymiz. Birinchi bo'lib tashqi kameralardan boshlaymiz. Hozir ko'rib turganingizdek mana tashqilarni oldimizga olamiz. Bu tashqi kameralarimiz temir korpusli va plastmas korpusli 4 va 8 megapikselli bo'ladi. 2 megapikselli yo'q. Farqini shundan bilsanglar bo'ladi. Lekin shuni ham aytib o'tish kerak. Neocam kameralari boshqa brendlarga nisbatan budjetli seriya hisoblanganligi uchun narxlari juda ham hamyonbop va plus tomonlari bularda funksiyalar ko'proq. Buni agar telefon brendlari bilan taqqoslaydigan bo'lsak, masalan, Mini, Xiaomi telefonlarini qaraydigan bo'lsak, funksiyalari ko'p bo'ladi va narxi arzon bo'ladi. Buni ham shunaqa taqqoslashimiz mumkin. Miga yoki bo'lmasam boshqa Xitoy brendlariga narxi juda ham arzon bo'ladi. Brendiga keladigan bo'lsak, brendi hali tanib ulgurmagan. Neocam.uz saytidan batafsil ma'lumotdan olsangiz bo'ladi. U yerda original videolarni ham qilib qo'yishgan. Bu sizlarga foydali ma'lumot bo'ladi degan umiddaman. Bu temir korpusligi juda ham baquvvat bo'ladi. Mana kameralarimizni ochib oldik. 4 megapiksellidan boshlaymiz. Birinchi bo'lib eng budjetnisi 25 dollar atrofida chiqadi narxi. Ovoz yozadi, ham ovoz chiqazadi. Ushbu kamera 208 millimetrli linzaga ega bo'ladi. Bu degani 100 gradus burchak ostida videoga oladi. Endi odatiy 4 megapiksel kameralar ma'lumot uchun aytib ketaman. Masalan, Hikvision dahvolada 15 metrgacha bo'lgan masofada to'xtab turgan mashina raqamini ko'ra oladi. Ammo Neocam budjetli seriya bo'lganligi uchun taxminan 10 metrgacha bo'lgan masofada ko'rib bera oladi. Buni 4 megapiksel boshqa katta brendlarni 2-3 megapiksellarga teng atrofida Full HD formatda videoga oladi. Lekin inobatga olish kerak, ikki tomonlama zvuk uncha-muncha kameralarda bo'lmaydi. Bu degani siz telefondan gapirib, bemalol kameradan gaplashsangiz bo'ladi, masalan. Va sirena signalizatsiya qo'yib qo'ysangiz, masalan, uyingizga deylik kechqurun yoki bo'lmasam kunduz kuni siz harakat datchigini yoqib qo'ydingiz yoki signalizatsiyasini yoqib qo'ydingiz, bitta odam kirgan paytida avtomatik bu ovoz chiqarib qo'rqitadi. Bu juda ham kerakli funksiya hisoblanadi. Xo'p, chiroqlarga keladigan bo'lsak, aqlli tungi chiroq bo'ladi. Ya'ni o'zi infrakrasniy tungi rejimda olib turadi. Infrakrasniy tungi rejimlarini tekshirdim, juda ham yaxshi ekan. Va odam kelgan paytda chiroqni chiqqitib yoqib, spichkasini oq chiroqda oddiy chiroqli tungi rejim avtomatik o'zgaradi. Xo'p, bu aytib o'tganimdek 208 millimetrli linza. Bu degani 100 gradus burchak ostida edi va hamma joyi plastik korpusdan yasalgan. 6 oy kafolati bor, yomg'ir qorga chidamli bo'ladi tashqi bo'lganligi uchun. Xo'p, endi xuddi shunaqa 4 megapiksel nisbatan narxi bunga nisbatan qimmatroq va sifati ham yaxshiroq bo'lgan. Barchasiga 6 oy kafolat bo'ladi. Baribir aytib ketaman buni ham. Xo'p, qarang. 4 millimetrli linza bo'ladi. Bu degani 90 gradus atrofida 85-90 gradusgacha olib bera oladi burchakdan qo'yganingizda. Temir korpusli bu sizga mustahkamlikni anglatadi va chiroqlarni ko'rishingiz mumkin. Mana bu chiroqlari demak ko'proq. Bu degani kechqurun yaxshiroq degani avtomatik ovoz yozadi, ovoz chiqazadi va yana nima deyishim mumkin?
nisbatan seriozliroq korpusda. Ha, aytgancha, linzasi 4 mm bo'ladigan bo'lsa, 208 mmlik oddiy kameraga nisbatan uzoqroq masofada to'xtab turgan mashina raqamini ko'rib ko'ra oladigan bo'ladi. Xo'p, demak bu 12-15 metrgacha ham desa bo'ladi buni. To'xtab turgan mashina raqamini ko'rish uzoqligini. Xo'p, endi 8 megapikselli kameralarga navbat keldi. 8 megapikselli neocam kameralari bo'ladigan bo'lsa, hammasi temir korpusli, ko'rishingiz mumkin. Bular ham xuddi shunaqa narxi $60 atrofida, birinchisi budjetnirog'i va premium hamma yog'i full temir bo'lgan varianti. Demak, bunisida ko'rishingiz mumkin, chiroqlari pastda joylashgan, audio mikrofon ovoz yozadi, ovoz chiqazadi, po'yi qo'llab-quvvatlaydi barcha kameralar va 208 mm bo'ladi. Xo'p, tegi qismi esa plastmas korpusli mana. Ammo asosiy korpus temirli bo'ladi. Sifati yomon emas. 8 megapikselli, taxminan bir 6 megapikselli effektini beradi. Sifati juda ham narxiga mos. $60 atrofida narxi. Aniqroq narxini bemalol 78lik 555 1255 telefon raqamlarimizga telefon qilib ma'lumot olsanglar bo'ladi. Xudo xolisa yana bundan boshqa kameralar haqida ham ma'lumot beramiz. Xo'p, 8 megapikselli oxirgi neocam kamerasi 4 mm bo'ladi. Bu 20 metrgacha ham to'xtab turgan mashina raqamini ko'rib berish mumkin. Demak, bu temir korpusli variant nisbatan hammasidan ko'ra baquvvatroq. Ko'rib turganinglardek ovoz yozadi, ovoz chiqazadi, tungi rejimlari shu aqlli bo'ladi. O'zingizlar baho berasizlar. Kameralarni sizlarga ko'rsatdim. Endi bularni original tasvirlarini ham ko'rsataman. Qarang, 4 megapikselli kameradan boshlaymiz. 4 megapikselli neocam kamerasini kunduz kuni olishi xuddi shunaqa bo'ladi. Bu xonaning ichiga o'rnatilgan varianti, bu tashqaridagi esa varianti. Ovoz yozish sifatiga o'zingizlar baho beringlar. Endi esa xuddi shu 4 megapikselli budjetli $25 kamerani tunda xonaning ichida qorong'ida olish kasbasi hech qanaqa yorug'lik bo'lmasa ham o'zini infraqizil nurlar orqali shunaqa ko'ryapti, ko'rgan bo'lsanglar va odam kelishi bilan avtomatik ravishda odam datchigi orqali uni sezib va chirog'ini yoqyapti. Kamera narxiga arziydimi? Kommentariyada yozib keting. Video yoqayotgan bo'lsa, mehnatimizni qo'llab-quvvatlab, like bosib ketishni unutmang. Biz esa davom etamiz. Xo'p, kameraning kasbasini ko'rdinglar. Qanaqa yaxshimi, yomonmi uni aytganimdek kommentariyada yozib ketasizlar. Xo'p, aytib o'tganimdek ko'p marta aytyapman, telefondan gaplashsa bo'ladi. Bitta video ham chiqadi yaqin Instagramda. Gapirsangiz telefondan masalan o'g'rilarni yoki bo'lmasam siz orqa ko'cha, orqa mahal uyingiz orqasida kichkina joyingiz bor, u yerda kimdir to'planyapti va o'zingiz u yoqqa bora olmaysiz yoki borish sizga noqulaylik tug'diradi. Shu paytda telefondan kirib qoshlaring o'tganda bemalol o'sha yerdagi bezorilarni yoki shubhali shaxslarni haydorsiz bo'ladi. Endi hozir sizlar bilan navbat 8 megapikselli kameralarni original ta'siriga yetib keldi. 8 megapikselli kameralar 4K sifatida videoga oladi. Ko'rishingiz mumkin. Hozir bu original ta'sirini ko'ryapsizlar. Sifati xuddi shunaqa. Agar sifati yoqqan bo'lsa, like bosib ketishni unutmang. Tashqi kameralarni obzorini tugatdik. Endi ichki kameralarga o'tamiz. Bularni olib turib, hozir sizlarga men ichki kameralarni ko'rsataman. Ichkilarda unaqa assortiment juda ko'p emas. Bitta 4 megapikselli, bitta 8 megapikselni ko'rsatish bilan kifoyalanamiz. Hop, qarang. 4 megapiksellikdan boshlaymiz. 4 megapikselli kamera 2K formatda video oladi. Kameralarni mana ochib oldi. Ko'rishingiz mumkin, 4 megapikselli kamera. Hop, sifati shunaqa bo'ladi. Hamma yog'i plastmas. Narxi shu bu ham ichki narxi buni tashqi kamera bilan bir xil, $25 atrofida bo'ladi. Zo'r tomoni shu kassalarga qo'yib ham bemalol sotuvchingiz bilan gaplashsangiz bo'ladi do'konlarda. Uylarda bo'ladigan bo'lsa, kompaktli, chiroyli, patolochniy bo'lib turadi. Shiftga o'rnatishga mo'ljallangan. Dizayniga 1 dan 5 gacha kommentariyada baho berib ketinglar. Bu esa 8 megapikselli ichki kamera. Bu ham plastmas, lekin plastmasalarning sifati nisbatan yaxshiroq o'xshab tuyulyapti menga. Hop. Orqa tomonida ovoz chiqaradigan kolonkasi joylashgan. Linzasi 208 mm, bu degani 100 gradusda olib beradi. Aytganimdek, chiroqlari shu aqlli tungi chiroqlar bo'ladi. Kameralarni ko'rsatdim. Endi sizlarga video yozuv qurilmasini ko'rsataman. Hop, ochamiz, bismillah. Neocam yozuv qurilmalari aksari 10 ta yoki 16 tagacha kamera qo'llab-quvvatlaydigan bo'ladi. Demak,
NVR, bu NVR deyiladi, Network Video Recorder. Hop, NVR ichida o'zbekchasiga raqamli yozuv qurilmasi bo'ladi. Hop. NVR ichida demak, komplektatsiyasida blok pitaniyasi 12 voltli bo'ladi, mana upakovkada. Yana harflarni qotirish uchun boltlari va mishkasi komplekt ichiga kiradi. Va NVR ichidan har doim shuni yodda tutinglar, hamma kompaniyada hard disk chiqmaydi. O'zingiz necha kun xotira xohlashingizga qarab, buni ichiga disk qo'yiladi, o'zingiz qo'yib olasiz. Demak, bu yerda korpusi ochiladi-da, shapkasi. Boyagi boltlar orqali 1 terabaytdan 8 terabaytgacha hard qo'yiladi. Menimcha 8 emas, 6 terabaytlargacha ham qo'ysa maqsadga muvofiq bo'ladi. Nagruzka tushmasligi uchun. Xo'p. Demak, 10 ta kanal 4K NVR deb yozib qo'ygan. Bu degani 10 ta kanal ham 8 megapiksel qo'llab-quvvatlaydi. Lekin shuni aytib o'tish kerakki, bu budjetli NVR bo'lganligi sababidan hammasiga 8 megapiksel qo'yish tavsiya etilmaydi va 4K formatda HDMI uzatmaydi, HD formatda uzatadi. Bu degani kamerangizni siz televizor orqali 8 megapiksel bo'lsa ham 4K formatda ko'ra olmaysiz. HD formatda ko'ra olasiz. Va telefoningiz orqali bo'lsa, bu onlayn qilib uzatgandan keyin bemalol telefoningizdan original formatda ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yoqda demak portlari joylashgan, ko'rishimiz mumkin. Bu quvvat manbai porti, HDMI, VGA, USB, audio kirg'izish va chiqarish, LAN. LANdan shu hamma kameralarning ma'lumoti shu yoqqa kiradi va yozuv qo'llab-quvvatlaydi. Kameralar boshqa aytib o'tganimdek o'zini NVRga bemalol tushiradi va Hikvision Dahvo NVRlarga ham bemalol Hikvision protokoli bilan kameralar qo'llab-quvvatlab tushib ketaveradi bemalol. Hozir endi komplektatsiyasini tushuntirdim. Endi umumiy misol sizga 4 ta kamera kerak bo'lishi mumkin, 8 ta kamera kerak bo'lishi mumkin. Narxlarni Instagramimizda har doim komplekt tarzda reklama qilib ketamiz. Yoki bo'lmasam shu komplekt tarzda narxini bilishlik uchun 78 555 1255 raqamiga telefon qilib, o'zingizni obyektingiz, xonadoningizni batafsil tushuntirgan va xohishlaringizni tushuntirgan holatda ma'lumot olsangiz bo'ladi. Xonadon yoki boshqa istalgan obyektga qo'yishga mo'ljallangan, asosan hamyonbop segmentdagi neocam kameralarni sizlarga ko'rsatdik. Original tasvirlarni ham ojizona obzor qildik. Video yoqqan bo'lsa like bosib ketishni unutmanglar. Va keyingi videoda aynan qanaqa kameralarni, qanaqa kompaniyani ko'rsatishimizni, obzor qilishimizni yozib ketinglar. Xayr, salomat bo'ling.